Assalomu alaykum aziz obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Skuterlar uchun barcha turdagi reduktorlar bilan sizlarni bugun tanishtirib o'tib ketamiz. Keyingi videoda narx-navosi bilan tanishtiramiz. Keyingi 3-qismimizda esa har biriga xarakteristikasini aytib o'tib ketamiz. Bir-biridan juda farqi katta. Shuni inobatga olgan holda kuzatishni davom ettiringlar. Aziz obunachilar, yangi partiya akkumulyatorlarimiz ham kirib kelgan. 2026 Xitoy akkumulyator ko'rib turganlaringizdek juda ajoyib akkumulyatorlar, original akkumulyatorlar. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamimizni yozib qoldiramiz, bemalol telefon qilib do'konimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, birinchi reduktorimiz 18 zubli katta korpus hisoblanadi. Ikkinchi, uchinchi reduktorimiz ham 18 zubli. Bu ikkitasi korpusi kichkina hisoblanadi. Bundan birinchi bilan 2-3 farqi korpusida yurishida bo'ladi. To'rtinchi reduktorimiz skuterlar uchun, 3 g'ildirakli skuterlar uchun mo'ljallangan reduktor 18 zubli. 5-chi reduktorimiz esa 20 zubli reduktor. Uni yonidagi ham 20 zubli, faqat bunisi ochiq variantda, bunisi yopiq variantda. Juda ko'pchilik shunaqa reduktor qidiryapti, kommentariyada yozyapti, bizga kirib keldi. Bemalol kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Undan tashqari bu reduktorimiz 6 zubli, 22-42 salnikli. Ko'pchilik juda adashadi, 6 zubli ekan deydi. Uni mana bu salnigidan farqlab olishingiz mumkin. Ko'rinayotgan bo'lsa 22-42, mana 22-42. Shu salnigidan farq beradi. Bu ham katta korpusli, o'rta hol reduktor hisoblanadi. Ikkinchisi, bu ham 6 zubli. Bundan farqi korpusi esa yana kattaroq hisoblanadi. Bundan ham kichkina korpuslari bor, 500 kiloliklarga mo'ljallangan. Undan ham do'konimizda bor, bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Keyingi reduktorimiz universal, juda baquvvat reduktor hisoblanadi. 6 zubli. Bu ham bularning farqi